Hozir eshaklar rasmini qo'yib qo'yib, har doim o'zlaricha menga nisbat berishyapti. Eshak ekanligimdan bag'oyat mamnunman. Kramilyonisni Bitta misolni aytaman. Hamsa asarini yozish Navoiy hazratlaridan boshlanmagan. U kishdan oldin Lutfi yozganlar, u kishdan oldin yana ba'zi kishilar yozgan. Kambag'allik bo'yicha ilg'or tajribalarni tatbiq etish 2-xalqaro forum o'tkaziladi va nufuzli xalqaro tashkilotlarning ekspertlari ishtirok etishi kutilyapti. Hurmatli tadbirkorlar, zamonaviy biznesning ko'hna ildizlari. Men hozirgi kunda zakotga muhtojman. Cho'g'ondan chiqqanman, mana oshni hidi kelib turgan. Qo'lim napatka deymish, napatkasini turshunday qo'yib, pul so'rab qoldi. Kambag'alman men. Kecha qarab turib, qarib qolibdi, bir qolibdi. Shu bola adashdi. Qo'ymasin deb, Allohni qarab turganingizmi? Bola deb vaqtim yo'q, Biznesga aloqador suhbatlarimizni 3-guruh darslarini boshladik. yana ishtirmadim. Endi to'shladi. faraz qiling, shunaqa nazariyalar bor. Qanaqadir meteoroid uchib kelyapti, yerga yaqin o'tib ketadi bir qanchadir yildan keyin. Fiziklarning shunaqa nazariyasi bor. O'sha meteoroid yerni oldan o'tib ketsa, Pirus kuyadi degan nazariya bor. Bu nima degani? Pirus kuysa nima bo'ladi, bilasizmi? Tok to'xtaydi. Tok yo'q, elektr toki bo'lmaydi butun dunyoda. Elektr toki bo'lmasa, internet bo'lmaydi. Ba'zi rivoyatlar bor. Qiyomatga yaqin yana qilich kamon bilan jang bo'ladi degan. Birinchi marta ko'rishyapmiz. Savol bering. Ha. Mana Umar Xayyomning she'rlarini bilasiz-a? Umar Xayyom she'r yozmagan. Ha, shu ruboiylari. Ruboiy ham yozmagan. Xod nima yozgan-ku? Umar Xayyom falsafa bilan shug'ullangan, astronomiya bilan shug'ullangan. Umar Xayyomning she'rlarini tarixini yaxshi. tushunmadim. Tarixini yaxshi bilaman. Siz yaxshi bilmaysiz. Siz yaxshi bilmaysiz. Men yaxshi bilaman. Siz yaxshi bilmaysiz. Siz Olmon mustashriqlarini alkashlari tomonidan to'qilgan she'rlarni Umar Xayyomning she'ri deb yuribsiz. Men sizga buni ham isbotini keltiraman, xohlasangiz. Haligi Savolga o'ting. Metriyani, buni ham sizga isbot keltiraman, xohlasangiz. Keltirolmaysiz. Keltirolmaysiz.